Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va chorvachilikka qiziqadigan zotdor qo'ylarni, zotdor mollar, sigirlarni, banglarni va qaydagan akalarga mana bunaqa jodlarimiz bor. Yangi chiqqan bir ishingizni qulay qiladigan narsa ekan mana. Ko'rishlaring mumkin. Bu yerda mana ustakamiz o'zlari chiroyli qilib mana shunaqadan sizlarga yasab beradi. Qani aka bir kesib ko'rsataylikchi. Qani paxol kesing. Juda chiroyli xususiyat. Endi bo'ldi. Endi shoxlarni chiroyli kesib o'tamiz. Sariyog'da kesib tashaveradi akalar. Umuman to'xtash yo'q. Agar bunga ham ishonmasangiz, mana bu yoqda tunuka ham bor-da, aka, tunuka temirni kesib tashlang. Gap yo'q. Aka, endi bularni xohlasa narxlar bilan tanishtirib chiqasiz. Buni har xil razmerlari bor ekan. 3 xil, 4 xil variantlari bor ekan. Hozir ustakaning o'zi bilan gaplashamiz. Bunisi qanaqa razmerlari? 300 lik. 125 ga 300 ligi. Bular 250 talik. Bu ham 125. Diametrida farqi bor. Bular bir xil, diametri 25. Bunaqasi 1 metrlik. Oyoqlari 7 latdan qilingan, tagiga mana qo'yilgan. Oyoqni bor. Ishlatishga qulay. Endi bunisi bu ham 1 metrlik. Ammo bunisi arzonroq, tagiga armatura tortilgan. Tagiga temir do'rligi. Oyoqlari 5 likdan bo'lgan. Akalar, kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Iloji boricha arzon qilib, eng arzon qilib berishga harakat qilishadi, chunki o'zlari yasashadi. Narxlarga keladigan bo'lsak, bularimiz 700 ming deymiz. 300 lik. Kelishtirilgan holatda. Bunisi 600 ming, bunisi 550 ming, bunisi 500 ming. Bu ham bo'ylab dastavkasi ekan. Dastavkalar bor. O'zbekiston bo'ylab ham dastavkalarimiz bor ekan. Dastavkalari boshqa viloyatlarga 100 ming so'm qo'shiladi. Kelishilgan holatda kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Demak bu hozir Donabaga shunaqa optim narx bo'ladigan bo'lsa, optim oladiganlarga kelishtirib beraman. Optim narxiga ko'p 10 ta, 20 ta, 50 ta oladiganlarga bo'lakcha narx bo'ladi. U kelishib arzonroq qilib kelishtirib berishadi. Iloji boricha baribir bular ham siz ham biz ham ishimiz bitsin degandek shunaqa narsa aka. Bo'ldi, aloqaga chiqarasizlar, raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Zakotobkalarimiz ham bor mana. Mana akalar, mabodo tig'i qachondir baribir chaqlaysiz, yupqalashib kichrayib ketadi. Sizlarga tig'i kerak desangiz, balki shunaqa narsalar kerak desangiz, o'zlari yetkazib berishadi. Tig'larimiz qalinligi Mana aksessuarlar bor ekan. Hammasidan bor. Mana akalar ramas kerak desa, ramasni yetkazib berishaveradi. Kalsolari hamma zapchastlaridan yetkazib berishadi akalar. Akalar mana bunaqa tig'larimiz ham arralardan bo'lar ekan. Hammaga manfaatli video bo'ldi degan umidamiz. Like bosib, komment yozib